Ramazonda 1 million so'mgacha pul aynan kimlarga va qachon beriladi? Oshxona va kafelar iftorlik yoki saharlik setini sotishdan ogohlantirildi. Bugundan 18 fevraldan taroveh namozlari boshlanishi, ushbu muhtaram oy arafasida oziq-ovqat yarmarkalari ochilgani, zakot, fitr sadaqasi va fidya miqdori e'lon qilingan haqida bugun batafsil gaplashamiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi Ramazon oyining rasmiy taqvimini e'lon qildi. Unga ko'ra 19 fevraldan boshlab muborak Ramazon oyi kirib keladi. O'zbekistonda taroveh namozlari 18 fevraldan boshlanadi. Bugun 18 fevraldan soat 20:30 dan keyin respublika bo'ylab 2000 dan ortiq masjidlarda taroveh namozlari boshlanadi. Har kuni taxminan 1 millionga yaqin fuqaro masjidlarga tashrif buyurishi kutilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ma'lum qilishicha, xavfsizlikni ta'minlash uchun 20 mingga yaqin ichki ishlar xodimlari, Milliy gvardiya, Favqulodda vaziyatlar vazirligi bo'linmalari va harbiylar jalb etiladi. Masjidlar atrofi video kuzatuv kameralari bilan jihozlangan. Yo'llarda 2500 ga yaqin yo'l patrul xizmati xodimi xizmat qiladi. Ayrim hududlarda transport harakati vaqtincha cheklanadi va maxsus avtoturargohlar tashkil etiladi. Favqulodda holatlar uchun esa 200 dan ortiq maxsus texnika shay holatga keltirilgan. Ramazonda 1 million so'mgacha pul aynan kimlarga va qachon beriladi? Ramazon oyi munosabati bilan ehtiyojmand oilalarga bir martalik 1 million so'mgacha yordam e'lon qilindi. Ammo pul aynan kimlarga, aniq qanchadan va qaysi sanagacha tashlab beriladi? Qisqa news aniqlik kiritishicha, aynan 1 million so'mlik yordam puli davlat ta'minotidagi oila toifasiga, o'zgalarning parvarishiga muhtoj yolg'iz yashovchi shaxslarga beriladi. Yana yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan fuqarolarga hamda qaramog'ida yetim bolalar yashayotgan oilalarga ham 500 ming so'm miqdordagi yordam puli esa reyestrdagi kambag'al oila toifasidagi oilalarga, yana mahalla yettiligi bergan qo'shimcha ro'yxatdagi ehtiyojmand oilalarga beriladi. Eng muhim qismi, yordam puli 2026-yil 1-martga qadar oiladagi a'zoning ijtimoiy yoki bank kartasiga o'tkazib beriladi. Rasman 1 trillion Ramazonda nogironlarni kuzatish va bir martalik yordam puliga ajratilyapti. Ramazon oyida har bir mahalladan ehtiyojmand oilalar topilib, ularga bir martalik yordam puli beriladi. Turli jarohatlar sabab nogiron bo'lib qolgan fuqarolar esa davolanadi yoki operatsiya qilinadi. Bularning bari uchun vaqf fondiga 750 milliard so'm va ijtimoiy himoya agentligi orqali yana 300 milliard so'm ajratilyapti. Ajratilgan pul hech qanday o'g'irliklarsiz, shaffof tarzda fuqarolarga yetkazilishi nazorat qilinadi. Bu mablag'lar faqat ro'yxatda turadiganlarga emas, balki oilaning oylik daromadi minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lganda beriladi. Yana nogiron oila a'zolari bor oilalar ham ehtiyojmand hisoblanadi. Aytgancha, 2026-yildan boshlab nogironligi bor shaxslar kambag'allik reyestridan chiqariladi va ularga ish topib beriladi. Demak, ro'za oyida nogironlikni davolash yoki jarrohlik bilan tuzatish ayni muddao bo'ladi. 2026-yil uchun zakot, fitr va fidya miqdori e'lon qilindi. O'zbekiston musulmonlari idorasi Fatvo markazi milodiy 2026-yil hijriy 1947-yilga Ramazon oyi uchun zakot hisobi, fitr sadaqasi va fidya miqdorini tasdiqladi. Unga ko'ra zakot hisobi 100 million so'm, 85 gram 585 probali tilla qiymatidan kelib chiqib 100 million so'm, kamida 85 gram tilla yoki 100 million so'm yoki shu qiymatdagi savdo moliga ega bo'lganlar jami mablag'ning 2,5% ni zakot sifatida beradi. Fitr sadaqasi miqdori 2 kilogramm bug'doy yoki qiymati 12 ming so'm, 4 kilogramm arpa 20 ming so'm, 2 kilogramm mayiz 110 ming so'm, 4 kilogramm xurmo 200 ming so'm. Fitr sadaqasi Ramazon hayiti namoziga qadar berilishi lozim. Toshkentning 12 ta nuqtasida ro'za oyi uchun yarmarkalar ochildi. Ramazon oyi kirishi oldidan Toshkentning 12 ta nuqtasidagi bozorlarda oziq-ovqat yarmarkalari ochildi. Bunda saharlik va iftorlik uchun ozuqa qiymati odatiy bozor narxidan 10-20% gacha arzonroq bo'ladi. Yarmarkalar kabi ijtimoiy burchaklarda 1 litr yog' maxsus ulgurji narxlarda, tuxum donasi bozor narxidan ham arzonroqqa sotib olish mumkin. Hozirda keng tarmoqli marketlarda ham qator aksiyalar boshlanmoqda. Ular e'tiborni saharlik va iftorlikda nima yeyish mumkinligiga qaratmoqda. Qisqa news maxsus yarmarka bozorlar ro'yxatini keltiradi. Yashnobod tumani Aviasozlar dehqon bozori, Yakkasaroy tumani Aksiya dehqon bozori, Chilonzor tumani
Chilonzor dehqon bozori, Mirobod tumani Mirobod dehqon bozori, Mirzo Ulug'bek tumani Navro'z dehqon bozori, Yunusobod tumani Oloy dehqon bozori, Yunusobod dehqon bozori, Sergeli tumani Sergeli dehqon bozori, Uchtepa tumani Farhod dehqon bozori, Shayxontohur tumani Eski Juva dehqon bozori, Bektemir tumani Qo'yliq dehqon bozori. Oshxona va kafelar iftorlik yoki saharlik setini sotishdan ogohlantirildi. Ramazon oyida oshxona, kafe va restoranlar iftorlik seti yoki saharlik seti kabi ovqatlar to'plamini boshqa tanlovsiz sotishdan ogohlantirildi. Ro'zadorda turli mahsulotga allergiya yoki sog'lig'ida muammo bo'lishi mumkin. Shu sabab minimal narx belgilab qo'yib, uni ichidagi taomni alohida sotmaslik javobgarlikka olib keladi. Aniqlanishicha, deyarli hozirdanoq ayrim umumiy ovqatlanish joylarida Ramazonga maxsus aksiya setlar e'lon qilingan. Bunda kompleks ovqatlar to'plami tanlov bo'lishi mumkin, ammo alohida sotmaymiz ostidagi majburiyat bo'la olmaydi. Xonanda nima yeyishini va qancha so'mga ovqatlanishini o'zi tanlay olishi kerak. Iste'molchilar haqidagi qonunning 4-moddasi ovqat yoki set xizmatini erkin tanlashni ta'kidlaydi. 21-moddasi esa sotuvchi qo'shimcha molni olishga qistamasligini ta'kidlaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Ramazon mehr-oqibat, saxovat va sabr oyidir. Bu muborak oy har bir xonadonga tinchlik, baraka va fayz olib kirsin. Barchangizga kirib kelayotgan Ramazon oyi muborak bo'lsin. Eng so'nggi xabarlarni qisqa newsda kuzatib borishni unutmang.